Mayli o'ksinmay, hozir qanaqa holatda bo'lsangiz, nima bilandir sinalayotgan bo'lsangiz, bilingki, orzu niyatlarimga bir eshikdir bu. Mana shu sinovdan o'tsam, mana shu narsalarga erisharman, Alloh sinayotgandir. Alloh o'zi yaxshi ko'rgan bandasini sinaydi deng. Qiyinchilik ustida turgan bo'lsangiz, qaysidir qilgan gunohimga jazo bo'lishi mumkin-ku. Shu uchun Alloh sinayapti. Mana shu narsa bilan deng. Qarzmi, bir gunohimizmi, shu dunyoda tirikligimizda to'lab olganimiz yaxshi ekan. Qiyomatga qolib ketsa, buni badali og'ir bo'lar ekan. Kimnidir xafa qildingizmi, borib kechirim so'rashdan uyalmang. Alloh uchun kechirgin deng, men xato qildim. Senga nohaqlik qilib qo'ydim deng. Ochiq-oydin so'ravering, bu dunyoda hamma narsa hal bo'lsin. Gunohlarimizga jazosini ham shu tirikligimizda olaveraylik. Esingizdan chiqarmang. U dunyoga qoladigan bo'lsa, qarz ham, gunohlarimiz ham qiyin bo'ladi to'lashimiz.